Hammaga salom. Bugun biz anatomiyani, tanamiz qanday ishlashi haqidagi fanni o'rganishni boshlaymiz. YouTubedan video darslar ko'ryapsizmi? Demak, siz onlayn ta'limga qiziqasiz va bu yo'lni to'g'ri deb bilasiz. To'g'risi hamda bu issiqda o'quv markaziga borib, yo'lga soatlab vaqt sarflagandan ko'ra, uyda muzdagina konteyner tagida bitta telefonning o'zida o'qigan nima yetsin. Xullas, ortiqcha gapirib o'tirmayman. Bizni Atomiga platformamizda kimyo va biologiyani onlayn o'rgansangiz bo'ladi. Platforma havolasini video ostida qoldiramiz. Aytgancha, videoga like yoki dislike bosib qo'ysangiz, biz darslarimiz sizga qanchalik ma'qul kelganini bilib olamiz. Obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Shunda yangi darslar va foydali kontentlar joylanganda bexabar qolib ketmaysiz. Anatomiyani o'rganish nima uchun kerak? Tasavvur qiling. Mashg'ulotlardan keyin sizning tizzangiz yoki mushaklaringiz og'riyapti va siz buni tushunmayapsiz. Anatomiya buni tushunishda sizga yordam beradi. Agar siz shifokor, fitness murabbiy yoki o'z sog'lig'ingizni nazorat qilishni xohlasangiz, anatomiya sizning eng yaqin do'stingiz. Ilgari olimlar inson tanasini kesmasdan yoki yormasdan turib ichki organlar tuzilishini ko'ra olishmagan. Hozir esa buni rentgen, MRT va boshqa zamonaviy texnologiyalar yordamida ko'rish mumkin. Inson tanasini osonroq o'rganish uchun anatomiya tanani bir necha tekisliklarga bo'ladi. Bular sagittal tekislik, frontal tekislik, gorizontal tekislik. Sagittal tekislik tanani o'ng va chap qismlarga ajratadi. Frontal tekislik esa inson tanasini oldi va orqa qismlarga ajratadi. Gorizontal tekislik esa tanani yuqori va pastki qismga ajratadi. Inson organizmi hujayra, to'qima va organlardan iborat bo'lib, eng kichik zarracha bizlarda hujayra hisoblanadi. Bir-biriga o'xshash hujayralar inson to'qimasini hosil qiladi. Inson to'qimasiga epitelial, nerv, biriktiruvchi va mushak to'qimalarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Epitelial to'qimalarga inson terisi kiradi. Nerv to'qimalariga esa inson bosh miyasi va orqa miyasi. Biriktiruvchi to'qimalarga suyak, qon, to'g'ay va bo'g'imlar kiradi. Mushak to'qimalari esa bizning muskullarimiz. Inson tanasidagi har bir organlar bir-biri bilan bog'langan holda ishlaydi. Masalan, hazm qilish sistemasidagi og'iz bo'shligi, halqum, oshqozon, katta va kichik ichaklar hammasi birgalikda hazm qilish sistemasini hosil qiladi. Insoniyat tarixida anatomiya fanini rivojlanishiga juda ko'p olimlar o'z hissalarini qo'shishgan. Hozir ular orasidan bir nechta taniqli olimlarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ibn Sino yoki Avicenna hammamizga taniqli bo'lgan O'rta Osiyo olimlaridan biri. Uning Tibb qonunlari asari hammamizga ma'lum. Gippokrat, grek tabibi, tibbiyot fanining asoschisi, suyaklar va bo'g'imlarni o'rgangan. Leonardo da Vinci u birinchilardan bo'lib tanani yorib ko'rgan va ularning asosida anatomik chizmalarni yaratgan olim. Galen anatomiya bo'yicha bilimlarni tizimlashtirgan va u da Vincidan farqli ravishda hayvonlar ustida tajriba o'tkazgan. Ushbu darsimizda biz sizlar bilan anatomiya nimani o'rganishini va u qayerda qo'llanishini o'rganib oldik. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Test savollarida o'z bilimingizni sinab ko'ring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr!